16-17 ming dollar atrofida nima mashina olsam ekan deb o'ylanib, ikkilanib yurganlar diqqatiga. Koreys sifatini qadrlovchilar uchun to'g'ridan-to'g'ri Koreys egalaridan navbatdagi Hyundai Elantra avtomobilimiz sotuvda 2022-yilda ishlab chiqarilgan 1.6 atmosferli dvigatel bilan jihozlangan, bosib o'tgan masofasi probegi 47 ming kilometr. Mashinamizning oldi qismi broneplyonka qilingan, kapot, ikkita krilo stoykalari bilan texnik holatlari a'lo darajada, kuzov tekis holatda turibdi, urilib bo'yalgan joylari yo'q, bemalol tekshirib olishingiz mumkin, qirilib ketmagan. Mashinamiz faqat benzinda yurgan, xohlagan odam o'zi uchun propan yoki metan оборудованиесini o'rnatib olishi mumkin. Motor ходовой, korobka, elektronikada hech qanaqa muammolari yo'q. Ko'rishingiz mumkin, mashina tekis holatda turibdi. Saloniga keladigan bo'lsak, juda ham akkuratli holatdagi matoviy salon, idealni turibdi, qirilib ketmagan, sidenalari ham cho'kib qolmagan, yag'ir chiqmagan. Rul holatlarini ko'rishingiz mumkin. Lyuk albatta mavjud. Juda ham akkuratli, приятный salon. Hech qanaqa muammosi, hech qanaqa rasxod yo'q. Tayyor Hyundai Elantra avtomobili. Rangi mokr asfalt. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 16.900 dollar. Telefon raqamlarini pastda qoldiramiz. Aloqaga chiqinglar, kelinglar, ko'ringlar, baraka qilib ketinglar.